Hammaga salom. Bugungi videoda Telegram web app yaratishni o'rgatib o'taman. Tak. Ko'rsatib o'taman. Mana bunaqa Telegram web applar yashashni o'rganasizlar. Mana misol uchun любой bitta Telegram botda hozir shunaqa narsalar yaratyapti. Bu yaxshi narsa, chunki misol uchun mana shunaqasiga bot ichidan bosib yurgandan ko'ra funksionalni tekshirib userlarga mana interfeysi bilan qulayroq. Webga kiraman desa sal erinadi. No, Telegramda ichida bo'lsa ancha qulay. Telegram kanalimda anaqa opros o'tkazgandim. Shu ko'pinchalar Telegram web app qo'llab-quvvatladi. Shunga web app bo'yicha video chiqarishni qaror qildim. Agar sizlar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimda hamma sun'iy intellektga aloqador, kodingga aloqador hamma yangiliklar bo'lishib o'taman. Mana o'zimdan tavsiya berib saytlar aytaman. Bu yerda yangi chiqqan videolarni bo'lishib turaman va qanaqadir narsa yangi modellar chiqsa bo'lishib turaman. O'zimdan asqotgan narsalarga, misol uchun и так далее. Qo'shilib olsanglar foyda topasizlar. Mana shu Backcross AI. Описаниеda ham bo'ladi. Tak, agar sizlarga bot yoki veb-sayt kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, men sizlarga yasab beraman. Men zakazam olaman. Endi videoga o'tamiz. Qaranglar, birinchi bo'lib bot fazerga kirib olamiz. Bot fazer hammada bo'lsa kerak. Yo, mana bot fazer deb bo'lsalar chiqadi. New bot deb yozamiz. Mana start kirishinglar bilan startdan keyin new bot sразу jo'natamiz. Nomi nima bo'ladi deyapti. Nima haqida app qilamiz bugun? Давайте to do app. Hamma qiladigan shu mening nima to do mening habit trackerim bo'ldi. Habit tracker degani o'sha odatlar saqlab yuradigan narsa. To do app qilmoqchiman. Sizlarga ko'rsatib berish uchun bu tak, oxiri bot bo'lsin deyapti. YouTube. Yo, любой bitta username qo'yasizlar, oxiri botga tugasa bo'ldi. Mana bot deb tugasa bo'ldi. Sразу token chiqarib beradi, tokenni olasizlar. Bu tokenni chiqarib beradi, kopiya qilib olasizlar. Bu yerda link beradi, shu yerga o'tib olasizlar. Mana startni bosib qo'ying, keyin yo'qotib qo'ymaslik uchun. Tak, tokenni oldik. Endi biz boshlang'ich ishni qilib oldik. Antigravitida ko'rsataman, o'zingizlarga qulay vibe coding tool tanlab olasizlar. Rosa ko'p hozir Bolt, New, Cloud, V0 Dev, Antigravity, Gemini. Agar lokalniga keladigan bo'lsak, Cloud, Antigravity, Codex shu uchalasidan ko'p foydalanaman. Windsurf. Shulardan любой open code, любой kirib olib, o'zlariga qulay kirib olib kirasizlar. Har bitta kanalga kirsanglar, har bittasi bo'yicha obzor, qanday kirish, qanday dasturlash orqali shular dasturlarni yaratish hammasini ko'rsatib o'tganman. Tak, menda Antigravity turibdi. Bu yozsanglar chiqadi. Hozir ko'rsatib o'taman. Antigravity. Tak, mana birinchi dastur. Download for Windows qo'llayapsizlar. Agar qaysi Mac'da bo'lsanglar, Mac'ga ham bor. Tak. Keyin bunga tasvirlab berasizlar. Bunga tasvirlash qoldi faqat. Tasvirlaganda qanaqa tasvirlaymiz? I need o'zbekcha yozsalar ham pol tushunadi bu. I need Telegram web app bot for my Telegram bot deb turib o'sha tokenni qo'yib yuboramiz. Here is the token for the bot. O'zbekcha yozsalar ham bo'ladi. Meni tokenim, menga Telegram web app kerak. Men голосовой prompt berish menga qulayroq. Hozir videoda tezlashtirish uchun aytaman. Sizlar uzun komanda berasizlar. O'zbek tilidami, ingliz tilidami, rus tilidami farqi yo'q. Mana shunaqa ayb kerak. Men prosta ayb tasvirlayman hozir. So basically what I'm trying to create is
a habit tracker or a to-do app that will be so clear and big UI, big, clear, non-generic, professional, interactive UI with clear elements and minimalistic colors, minimalistic design, minimalistic UI. Make sure UI UX is so comfy and elements are big enough, so large, liquid design, and etc. Avoid generic gradients and other colors. Just make it solid app. That will work with Telegram. Check the Telegram bot web app in Telegram bot API docs and create me a professional this one and pick the best stack and create me this one and give me instructions on how to run it. Bo'ldi, просто qaranglar, bu yerda polniy appni tasvirladim. Bu yerda o'zingizlarga mos qilib, misol uchun sizlarga aytaylik, qanaqadir ob-havo bot kerak. Bu yerda ob-havo botni yarat deb yozdinglar va pastiga Telegram dokumentatsiyasini tekshirib, Telegram web app yaratib beradi. Nimaga tekshirdingmi? Chunki bir xillarda adashib qoladi va yangi chiqqan narsa bo'lgani uchun bu database sal eskiroq, любой AI edi. Shunga. Так, planni o'chirib tashlaymiz, сразу sendni bosamiz. Agar siz bu sun'iy intellekt sohasiga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar kanalimga. Har hafta men foydali o'zim 3 yildan beri full stack dasturchilik bilan shug'ullanaman. AI paydo bo'lgancha, AI paydo bo'lgandan beri ishni ancha yengillashtirdi. Shu o'rganayotgan narsalarimni sizlar bilan bo'lishib o'tyapman. Mana bu yerda komandalar jo'natadi, sizlardan подтвердить bosib turasizlar. Yo, подтвердить boskim kelmayapti desanglar, bu yerdan always proceed deb yoqib qo'ysanglar, o'zi bosib turaveradi. Bu yerdan qancha token ishlatyapti, hammasini ko'rib tursizlar bo'ladi. Kod yozishni boshladi. Tak, nima deb yozyapti desanglar, React yozyapti. npx create white help vibe'da. React'dan white degan komponenti bor-da, shu orqali yozyapti. Hozir bitta proyekt yaratib oldi, birinchi o'rinda. Tak, Lucid React o'tkazyapti. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda terminaldagi operationlarni ko'rsatib boradi o'zi. Lucid React bu animatsiya va shunga o'xshagan dizayn komponentlari uchun. Tak, kutamiz. Tak, Telegram bot yozganda qaysi narsa qulay? Menga ko'pincha Node.js yoqadi. Node.js bilan Python yoqadi. Node.js nimaga? Node.js funksionalnosti JavaScript bilan bir xilda. Men o'zim JavaScriptdan boshlaganim uchun, mana shu JavaScriptda professional bo'lganim uchun JavaScript menga har doim qulay. Node Pythonda Telegramdagi funksionalligiga ko'proq narsa imkoniyatlar beradi. Shuning uchun agar functionalroq bot bo'lsa, iloji boricha Pythondan foydalanishga harakat qilaman. Agar misol uchun zakazda menga qanaqadir adminka web bilan bot integratsiyasi bo'lsa, albatta Node.js ishlataman. JavaScript orqali. Tak, bu yerda index.html bu shu boshlang'ich pointi, skeleti. Bu source'da kodlar turadi. App, tsx, app, TypeScript. React yozgan. Har bittasiga mana counter qo'ygan, buttonga har bitta bosganda functionality polni yozib chiqqan. Yozyapti. App.tsx yozib bo'ldi. App.tsx bu главный файл o'zi app qanaqa ishlash bo'yicha. Bu yerda main.tsxda bu strukturasini berib ketadi. Mana strict mode, appni
Bu yerga import qilib hammasi qo'lda yozilardi. Endi sun'iy paydo bo'lgandan beri hammasi avtomatlashtirilgan va ancha osonlashgan. Bunaqa o'zingizlar sinab ko'rib, ko'p narsalar yozishni maslahat beraman. Soha rivojlanyapti, foydalanib qolish kerak menimcha sun'iy intellektdan. Так. Bo'ldi, yaratib bo'ldim deyapti. Terminalda ochamiz. Mana shu komandani bosib o'tyapti. Bosamiz. Keyin bilsanglar mana ngrok ishlat deyapti bu. Ngrok menda yo'q. Tak. Anaqa Telegram bot uchun mana bu URL qo'yiladi-ku Telegram web appga. URL yaralishi uchun esa nima kerak? HTTPS link kerak. Uni local hostlar o'xshamaydi, chunki lokalniy yeb o'tiradi-ku. Shuning uchun GitHubga joylab olganimiz ancha qulayroq bo'ladi. Hozir GitHub profilimga kiraman. Sizlarga GitHubga ham joylab ketaman. Shunda 24 GB ham ishlayveradi-da veb-saytinglar. Sizlarga eng oson, eng tekin hosting ko'rsataman hozir sizlarga. GitHubga kirib olamiz. GitHubda hamma akkaunt ochishni bilsa kerak. Oddiy Google akkaunt orqali ochib olasizlar. New repository ochasizlar, repository ochasizlar. Repositoriga menga farqi yo'q, ismini qo'yib ketaraman. Habit tracker bot deb qo'yib ketamiz. Любой nom qo'yasizlar, bo'ldi, sразу yaratib yuborasizlar. Agar mana bunaqa git orqali push, add, commit qilishni bilmasanglar, prosta bu yukni EAga topshiringlar. Atak mana buni ochib turib, har bitta yangilik bo'lgandan keyin git add tochka birinchi yuborasizlar. U bir sadaniga proses bo'lgandan keyin git commit qilib turib, bu yerga komment yozib ketasizlar mana bunaqasiga. Undan keyin git push. Bo'ldi. Shu bilan keyinchalik nimani o'zgartirsanglar ham sразу bosib ishlatib olasizlar. Tak. GitHubga push qilyapti. Push qildi menimcha уже. Hozir yangilaymiz. Mana bot hammasi kelib tushdi. Endi Veselga kiramiz. Vesel bu tekin plani hammaga yetadi. Mana men shuncha zakaz proyekt qilaman, no bemalol ortib qoladi. Yetib ortadi desam bo'ladi. Add new project bosasizlar. Registratsiya GitHub orqali qilsanglar, shuni bitta o'xshab ketaman. Sразу repository paydo bo'ladi. Importda bosasizlar, deployda bosasizlar. Tak, tak. New project'ni bosdik, qo'yishni bosdik, bo'ldi. Qo'yildi proyekting deyapti. O'ylanma deyapti.
Tak, bu qarang, versiyaga kirganinglardan keyin sразу interfeysini ko'rsatish kerak. Hozir xato qilib qo'yibdi. Mana ustiga qora background bergani uchun z-index orqali oldiga chiqib qolgan. Sizlarda unaqa bo'lmaydi. Tak, Telegram bot orqali nima qilishinglar kerak? Mana bu tushunmagan narsalaring bo'lsa, bu yerdan so'rab olaveringlar. Tak, mana qaranglar. JavaScriptni o'zida web app URL qoldirib ketgan bo'ladi. Hozir bu yerda web app URLimizni birinchi o'rinda olaylik. Habit tracker bot versiyal app. Hop, bot.js faylda turadi deyapti. Bot.js bot. Bo'ldi. O'zgartirdik. Tak, mana o'zgartirib bo'lgandan keyin mana git add.git commit. Boyaga aytgan narsalar ham qaranglar, mana o'zgartirish ketgandan keyin sira bosib tashlaysizlar, bo'ldi, git push demoqchi edim mana. Bo'ldi, shu bilan deploy bo'lib ketadi hamma narsalar. Bo'ldi. Shu account tanlaysizlar, bo'ldi. Tak. Endi o'tamiz botga. Node.js. Tak. Tak, bu yerda xatolik beryapti. JavaScriptda hozir EAga fix qildiramiz. O'zi run qilyapti botni. Mana botni run qildi o'zi mana. Botni run qildi. Node.js bo'ldi bu. Agar bu o'chirgan holatda ham biz node.js deb yozsak mana sразу ishga tushadi. Yoki Pythonda bo'lsa Python o'sha main.py mi? O'sha fayllar nomini terasizlar bo'ldi. Tak, mana och deyapti, mana appni ochadigan logika yozib bergan, polniy. Telegram va web polniy ishlab turibdi, qarabsizlar. Mana bugunga любой bitta narsa qo'shyapti. Habit tracker chotki ishlayapti. Misol uchun switch mana hammasi ishlayapti. Misol uchun aytaylik, zalga chiqib kelish qo'shildi. Bosdik. Nimalar qilib bo'lgan bo'lsak, bosdik. И так далее. Endi buni kuchaytirmoqchisizlar. Misol uchun add more white and dark mode, make it even more functional and more smooth. Shunaqa ketaverasizlar. Atak bot fazerda o'zidan ham qo'shsak bo'ladi. Mana open deb turib new app deb bosamiz. Tak, YouTube uchun habit tracker deb bosdim. Tak, title, knopkasida nima chiqadi deyapti. App deb bosaylik, bo'ldi. Web appning nomi nima bo'ladi deyapti. Web appning nomi this is mening habit trackerim. Bo'ldi.
Tak, upload a photo. Qanaqa foto kerak ekan bunga? Men hali bunaqasini yuklab ko'rmaganman, chunki Telegram bot va sizlar so'raganinglar uchun ko'rsatib beryapman. Telegram dokumentatsiyasiga qarab turib. Любой bitta image tashlab olaylik bu Telegramga. 640 ga ani tashlab beryapti. Demo gift kerak emas. Web URL tashib bo'ldi. URLni nima qilamiz? Mana Habit Tracker versiyalar bizda URL tashish tayyor. HTTPS required. Bo'ldi, HTTPS bo'lsa HTTPS bilan tashlaymiz. Farqi yo'q bizga. Mana tashlaymiz bo'ldi. Good enough short name for your web app. 3 to 30 minutes. This is short name will be okay. Short tak odatlar. Mana qaranglar, sразу bosamiz. Sразу web app ishga tushadi. Web appni mana link orqali ham ishga tushiradigan qilib qo'ydik hozir. Mana Habit Trackerga kirsak, startga bossak. Hozir startni o'chirib qo'ydik. Notepad ishga tushirdik. Bo'ldi, ishga tushdi. Startga bosamiz. Startga bosdik, ishladi mana. Notepad.js yozdik. Sразу ishlataveramiz keyin полный. Boyagi link orqali ham sразу kirsa bo'ladi. Mana ko'rasizlarmi, unaqa konfeti qo'shdi. Tegdali. Mana hozir yana funksionalliroq qildi mana. Animatsiya qo'shib berdi. Shunaqa qilib rivojlantirib ketaverasizlar, полный o'sha oxirgi darajaga yetguncha. O'zingizlarga yoqqan darajaga yetguncha. Savollar bo'lsa, Telegram kanalimdagi kommentariy sectionda yozaveringlar, javob berib turaman. Tez-tez yoki YouTube'da kommentariy yozsanglar ham men ko'p o'qib turaman. Tak, hammaga rahmat. Like, podpiska bosib tashlaymiz. Foydali bo'ldi degan umiddaman.